Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men. Demak, bu videomizda Speed Keyboard o'yini ko'proq prosmotr qilgani uchun biz bugun shu o'yinni o'ynaymiz. Do'stlar, bilsalaringiz, Papa Pizza o'yini oxirigacha yetmaydi. Agar o'sha Papa Pizza birinchi qismi ko'proq prosmotr qilsa, albatta uni ham o'ynaymiz. Lekin do'stlar, sizlarga yangiligim bor. Agar shu obunachilarimiz, agar obunachim hali bu taqlamabdi. Agar obunachim 1000 ta bo'lsa, men tanishalaringiz kerak Roblox bilan har xil o'yinlar o'ynaydigan ABC 5 bilan Roblox o'yinini o'ynab ko'raman. Albatta uni hammangiz tanisangiz kerak menimcha. Bungacha yangilansin. Tanishalaringiz kerak menimcha. To'g'rimi? Agar biz u bilan o'ynashni istasangiz, albatta kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Buning uchun oddiga like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi do'stlar. Agar shu video 1000 ta like obunachilarim 1000 tadan ko'p bo'lsa, men ABC bilan birgalikda Roblox o'yinini o'ynayman. Bilasiz do'stlar, kanalimni yaqinda ochganman. Men obunachilarim unchalik ko'p emas. Pastda ko'rishingiz ham mumkin. O'zingiz nechtaligini. Hozircha menga 2 ta obunachi qo'shilibdi. Shu 2 ta obunachi qo'shilgani uchun ham rahmat. 2 taga ko'paydi obunachilarim. Demak do'stlar, agar siz Papa Pizza 2 qismi chiqishini xohlasangiz, like bosib qo'yinglar va kommentariyada Papa Pizza 2 deb yozib qoldiringlar. Agar qaysi videomizning prosmotri ko'p bo'lsa, o'sha videoni men ikkinchi qismini olib boraman. Agar Papa Pizza hozircha mana shu o'yin ko'p prosmotr qilgani uchun shu o'yinni keyboard o'yinini o'ynayman. Do'stlar, tezroq bo'linglar, biz ABC bilan Roblox o'ynashimiz kerak. Shuning uchun albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Hoşçakalın. ABC bilsalaringiz, meni yomon qo'shnimmi shunaqa o'yinni o'ynardi. Voy, janosan. O'ynardi. Hozir ham o'ynayapti. Roblox o'yinlarini. Men aytganimdek, qaysi video ko'p prosmotr qilsa, o'sha ikkinchi qismini yig'aman. Agar sizlarga qaysi video kerakligini aytolinglar. Sizga qaysi o'yin yoqadi? Albatta kommentariy yozib yuboringlar. Agar qaysi o'yin ko'p yozilsa, men o'sha o'yinni albatta o'ynab ko'raman. Albatta kommentariy yozib yuboringlar. Bu qaysi o'yin sizga qiziq? Men albatta o'sha o'yinni o'ynab ko'raman. Sizlar faqat like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Voy, ozgina qoldi, yaxshilashini olish kerak edi. Do'stlar, bu hamma mehnat sizlar uchun. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, nima bo'ldi? O'lganman, nima bo'ldi bu? Demak, o'yinga qaytamiz. Men nima bo'ldi menga? Ozgina bahsni o'tdik do'stlar. Hozir to'g'rilayman. Do'stlar, Roblox o'yinida qaysi o'yin qiziqligini albatta kommentariyada yozib yuboringlar. Aytgancha Papa esingizlarda bo'lsa, Papa Pizzani oxirigacha o'ynamadi. Shunga o'rgimchak to'rida qolib ketgan edik. Shunga biz agar o'sha kommentariyada Papa Pizza
deb yoki Papa Pizza prosmotri ko'proq bo'lsa, men o'sha Papa Pizza o'yinini o'ynayman. Buning uchun sizlar kommentariyada yozinglar. Voy jinursin, ko'rmay qolmanda qochib. Uzur, very. Kechirasizlar do'stlar. Bu sefer yıkılmaslikka harakat qilaman. Hozir 1 minut tanaffus qila olamiz. Yana o'yin davom ettiramiz. Qani ketdik. Hoppa. Qora bo'lsa ko'rinmas ekan. Chalg'inmanda. Hech qisi yo'q. Biz taslim bo'lmaymiz. Qani ketdik. Hop. Hoppa. Yaxshi. Demak, birinchi shokolad tushib ketishini kutish kerak. Shokolad ketdi. Olg'a. Yaxshi do'stlar. Ham ketdik. Go. Sakrash kerak. Bu yerda qaraydi bo'ladi. Kuchaytirish kerak deyman. Hozir kuchaytira olamiz. Do'stlar, bitta savol qiziqdi. Ana sizlarga shu keyboard o'yinimiz qiziqroqmi yo Papa Pizza skateboardmi, hayvonot bog'imi? O'sha qaysi videomiz qiziq? Albatta kommentariy yozib yuboringlar. Tezroq biz 1000 ta obunachiga kelishimiz kerak, chunki men ABC bilan birga Roblox o'yinini o'ynayman. Men xolos endi o'yinga qaytsak, demak biz u joyda o'tishimiz uchun biz tezroq tezlashimiz kerak. Menimcha shu tezlik yetadi deb o'ylayman. U kichkina ekan, shunga yurmas, shuni sakrab to'xtab qo'yish kerak ekan. O'ra ketdik xolos do'stlar. Qilmaymiz. Sol qo'lli. Xo'sh do'stlar. Qilmasligimiz kerak. Shokoladga bo'lmas bo'ldi. Shokolad. Kelibdi. Voy jinursin. Sal qolibdi. Nososlik chiqib qoldi. Qotib qoldi berdan. Yonimda chalg'itdi. Ket. Shokolad ket. Ana. Yaxshi. Tezroq. Ana ham bitta maxluq borgan. Bu yerdan qarab o'tish kerak, tezlikni oshirish kerak bu yerda. Endi esa tezlikni oshiramiz. Xullas. Ketdik. Albatta like bosib qo'yinglar. Qaysi videomiz ko'proq prosmotr va like yig'sa, biz o'sha videoning ikkinchi qismini olamiz. O'zimni ham Papa Pizza'ning ikkinchi qismini olgim kelyapti, lekin bu videoni durang bo'lmas, haqqoniy bo'lsin deb, chunki bu video ko'proq prosmotr yig'ibdi, shuning uchun shuni o'ynadim. Albatta qolgan o'yinlarni ham o'ynaymiz. Buning uchun sizlar artikel like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz bo'ldi. Va bizni videolarni ko'rib kuzatishda davom ettiring. Biz ABC bilan